بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد, tungi namoz ahkomlari haqidagi darsimizni davom ettiramiz. O'tgan darsimizda biz qiyomul layl fazilatlari haqida boshlagandik. Qiyomul layl fazilatlaridan bir 7 tasini zikr qilgan bo'ldik. Shulardan navbatdagi 8-inchisi qiyomul layl gunohlarni kafforat bo'lishiga sabab bo'ladi. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Ala adulluka ala abwabil khayr." Seni yaxshilik eshiklariga yo'llab qo'yaymi? As-sawmu junnah. Roza bu qalqon. Va sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Sadaqa gunohni o'chiradi, xuddi suv olovni o'chirgani kabi. Va salatu rajuli fi jawfil layl, va kishini kechasi o'qigan namozi deyilgan. Demak, kishini kechasi o'qigan namozi ham xatoni o'chiradi, xuddi suv olovni o'chirgani kabi deb keyin tatajafa junubuhum anil madaji'i oyatini qiroat qiladilar to ya'malun degan joygacha. 9-fazilati kelajakda gunoh qilishda qiyomul layl, tahajjud kelajakda ham insonni gunoh qilishidan nima qiladi? Asraydi. Demak, birinchi oldingi aytilgan foyda o'tgan gunohlaringizga kafforat bo'lsa, yana bitta foydasi kelajakda ham sizni gunoh qilishdan saqlashga sabab bo'ladi. Bunga dalil Alloh subhanahu va taolo inna solata tanha anil fahsha'i val munkar. Albatta namoz fahsh va munkar ishlardan qaytaradi. Bu umumiy bo'lsa, har qanday namoz qaytarsa, qiyomul layl o'ziga xos xususiyati bor. Bu borada qiyomul laylning o'ziga xos xususiyati bor. Bu haqda alohida hadis ham kelgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga bir kishini aytishadi: "Inna fulanan yusalli bil layl fa iza asbaha saraqa." Falonchi kechasi namoz o'qiydi, lekin tong otsa o'g'irlik qiladi. Deganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Sayanhahu ma yaqulu." Aytayotgan narsasi o'qiyotgan namozini qaytaradi deganlar. Ya'ni hozir o'g'irlik qilgani bilan keyinchalik borib shu o'qiyotgan namozni, aytayotgan narsasi uni qaytaradi deganlar. Qaytarishga sabab bo'ladi deganlar. Bu ikkita yuqoridagi fazilatga dalil bitta hadisda jamlangan. Abu Umama al-Bahili radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Alaykum bi qiyamil layl." Qiyomul laylni lozim tutinglar. Keyin sababini bayon qilib 4 ta sabab zikr qiladi. Fa innahu da'bus solihin qablakum. Chunki qiyomul layl sizlardan oldingi solihlarning odat. Va qurbatun lakum ila robbikum. Sizlarni Robbingizga yaqinlashtiradi. Va makfaratun lis-sayyi'at. Va gunohlarga kafforat bo'ladi. Va manhatun anil ismi, va gunohlardan qaytaradi. Shu oxirgi ikkita zikr qilingan fazilat o'tgan gunohlarga kafforat bo'ladi va yana gunohlardan sizlarni qaytaradi deyildi. Xo'p, gunohlardan qarang, o'tgan gunohlaringizda Alloh kafforat qilsa, shu qiyomul layl sababli va kelajakda ham gunoh qilishingizdan, gunoh qilmasligingizga sabab bo'ladigan bo'lsa, har qanday yaxshilikka erishasiz. Chunki dunyodagi har qanday yetgan balo musibat sababi gunoh bo'ladi. Ama asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Sizlarga yetgan har qanday bir musibat, balo, ofat bu o'zingizlarning qilgan narsalar sababli. Endi Alloh kechadigan bo'lsa, bu insonni har qanday yaxshilikka, fazilatga erishishlikdan bir kishan qilayotgan gunohlarimiz. Endi shu gunohlarimiz Alloh taolo kechirib, shu qiyomul layl sababli masalan boshqa gunoh kechiriladigan amallarni qilib, masalan sababini qilib, gunohlardan qutulib, inson bu yoqqa ham gunoh qilmaslikka harakat qilsa, har qanday yaxshilik eshigi uni oldida ochiladi va yaxshilikka, Allohning rahmatiga erishadi. Chunki aytganimizdek, inson boshiga kelayotgan musibatlarning hammasini sababi uni qilayotgan gunohlari. Bundan esa qutulishga shu qiyomul layl sabab bo'ladi. Faydul Qodir kitobida Munaviy aytadiki, Ibn al-Hajjning gaplarini keltirgan, qiyomul laylda bir qancha foydalar bor deb turib, shulardan biri yahuttu zunub kama yahuttu ar-rihul asif al-waraq al-jaf min ash-shajara. U gunohlarni to'kadi, xuddi bo'ron, qattiq shamol daraxtni qurib qolgan barglarini qanday to'kib tashlasa, qiyomul layl insonning gunohini shunday to'kadi. Qabrida nur bo'ladi, yuzini go'zallashtiradi, dangasalikni ketkazib, badanni tetiklashtiradi deb yuqoridagi foydalarga ishora qilyapti. 10-sabab yoki 10-fazilat qiyomul layl insonni duolarini ijobat bo'lishiga, Allohdan so'ragan narsasini ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi. Agar Alloh subhanahu va taolo dunyo osmoniga tushadigan paytga to'g'ri kelib, o'sha paytda namoz o'qib Allohdan so'rasa, demak duolari ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu haqda mashhur hammamiz eshitgan hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Yanzilu robbuna tabaraka va taala kulla laylatin ila sama'id dunya." Alloh subhanahu va taolo har kecha dunyo osmoniga tushadi. Kechaning oxirgi 3dan bir qismi qolganda va man yad'uni fa astajiba lahu. Kim menga duo qiladi, ijobat qilaman. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Kim mendan so'raydi, so'raganini beraman. Va man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kim mendan istig'for so'rasa, gunohlarini kechaman degan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan muttafaqun alayhi hadis. Demak, inson, ya'ni hojati bo'lmagan inson yo'q. Har qanday inson muhtoj. Nimadir ertalab chiqib ketadi, bir ishimni bitiraman deb, kechqurun keladi va hokazo. Ya'ni hammani boshida bir muammosi bor,
nimasi bor, ishlari bor. Shu ishlaringizni oson bo'lishini xohlasangiz, Alloh taolodan so'rang. Qiyomul laylda Allohga duo qilib, so'ragan narsangizni beraman degan zotdan so'rang va beraman degan zot qo'lidan kelishi mumkin, kelmasligi mumkin bo'lgan zot emas. Hamma narsa ala kulli shayin qodir bo'lgan zot aytayapti buni. La yuxliful mi'ad, va'dasiga xilof qilmaydigan zot aytayapti. Demak, so'ragan narsasini beradi degan zotdan so'rang, keyin sabrlarni qilib, keyin kunduzi o'sha ishingizga yoki boshqaga sabablarni qilish uchun keyin otlaning. Alloh subhanahu va taolo o'zi yordam beradi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Jabir radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Inna minal layli sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alulloha khayran illa a'tahu iyyah wa dhalika kull layla." Ya'ni kechada shunday bir soat bor, agar qaysi banda Alloh taolodan o'sha soatda yaxshilik so'rasa, albatta Alloh uni beradi. Bu esa har kecha davom etadi deyilgan. Demak, mabodo har kechada bir soat borki, duo qilsangiz, Allohdan so'rasangiz, Alloh hojatingizni beradi. Demak, va zalika kull layla, va bu bir yilda bir marta emas, bir oyda bir marta emas. Agar bir yilda bir marta deyilsa ham, o'zi kechasi bilan uxlamay chiqib, o'sha paytga to'g'ri kelib qolarmikinman deb so'rab chiqsa arzirdi. Lekin bu zalika fi kulli layla, har kechada shu narsa bor deyilyapti. 11-fazilat qiyomul layl insonni Allohning xos bandalaridan, Rahmonning xos bandalaridan aylanishga sabab bo'ladi. Min ibadir Rahman, Rahmonning xos bandalaridan bo'lishga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo shu Furqon surasida va ibadur Rahman, Rahmonning xos bandalari, aslida hamma Allohning bandalari. Lekin bu yerdagi izofa Alloh taolo o'ziga yaqin olgan bandalarni o'ziga izofa qilib ibadur Rahman dedi. Ularni bir qancha sifatini bayon qilib, shulardan biri allazina yamshuna alal ardi hauna, ular yer yuzida yursa ohistalik bilan, ya'ni kibrlanmasdan yurishadi. Va idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ikkinchi sifati johillarga xitob qilsa salomat bo'linglar deydi. Johillar bilan tenglashmaydi. Vallazina yabituna robbihim sujjadan va qiyama, ularning uchinchi sifati ular Robbilariga sajda qilib va qiyomda turib tunni o'tkazadilar. Kechalari bilan bir kino ko'rib, televizorning oldida yoki telefon bilan o'tkazadi deyilmayapti. Kechalari Rahmonning bandasi bo'lish uchun qiyomda, sajdada o'tkazadi deyilyapti. 12-fazilati qiyomul layl, bu taqvodorlarning sifati. Ya'ni taqvodor bo'laman desangiz, qiyomul laylni kanda qilmang. Taqvodorlarning asosiy sifatlaridan biri ular qiyomul layl qilishi. Alloh subhanahu va taolo taqvodorlar haqida innal muttaqina fi jannati va uyun, taqvodorlar jannatlar va buloqlar ustida bo'ladi. Akhidina ma atahum robbuhum, robbilar ularga bergan mukofot ne'matlarini olgan holatda. Xo'p, bular taqvodorlarning dunyodagi sifati nima bo'lgan? Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Bu jannatdagi ne'matlarga yetish uchun ular dunyoda undan oldin chiroyli amal qiluvchilar bo'lgan. Muhsinin, chiroyli amal qiluvchi, har bitta qilgan ibodatini go'zal tarzda, a'lo darajada qilish, ya'ni Alloh ko'rib turgandek ibodat qilish. Alloh ko'rib turibdi degan nimada bo'lmasa, u Allohni ko'rib turganidek nima qilish? Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish, unga qodir bo'lmasa Alloh meni ko'rib turibdi deb ibodat qilish. Xullas, mana bu innahum kanu qabla zalika muhsinin, va bitta sifati. Ikkinchisi kanu qalilan minal layli ma yahja'un, kechalari kamdan kam uxlaydi ular. Endi kechalari bilan namoz o'qib chiqib, zikr qilib, kamdan kam uxlagani bilan sahar paytdachi va bil asharihum yastaghfirun, xuddi gunoh qilgandek sahar paytlar nima qiladi? Istig'for aytadi. Sahar payti istig'for aytadi deydi. Demak, qiyomul laylni o'qish insonni muttaqinlardan bo'lishiga sabab bo'ladi. Muttaqin bo'lishni juda ham foydalari ko'p. Shulardan bittasi oyatda nima deyildi? "Va man yattaqillah yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib." Ya'ni kim Allohga taqvo qiladigan bo'lsa, Alloh o'zi unga makhraj berib chiqadigan yo'l, makhraj beradi. O'zi o'ylamagan tomondan rizqini berib qo'yadi deyildi. Siz Allohga bog'laning, o'zingiz o'ylamagan tomondan Alloh subhanahu va taolo sizga yaxshilik eshiklarini ochadi. 13-fazilat qiyomul layl insonni solihlardan bo'lishga sabab bo'ladi. Bunga dalil Abu Umamat al-Bahiliyni rivoyat qilgan hadisi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, yuqorida buni keltirdik. Alaykum bi qiyamil layl, qiyomul laylni lozim tutinglar, fa innahu da'bus solihin qablakum. Chunki bu sizlardan oldingi solihlarning odat. Demak, bu hadisdan tushunadigan narsa, oldingi solih kishilar ham, oldingi ummatlardagi solih kishilarning ham odati qiyomul layl qilish bo'lgan. Solih kishi deb kimga aytiladi? Qisqacha qilib aytsak, "Vallazi qama bi haqqillah va qama bi huquqil ibad" deyshadi. Allohning haqqini va bandalarning haqqini ado qiladigan kishi solih kishi deyiladi. Yo, insonda Xoliq bilan muomalasi bor, bandalar bilan muomalasi bor. Demak, bandasi bilan bo'lgan muomalada, Alloh bilan bo'lgan muomalada Allohning haqqini ado qilgan bo'lsa va odamlar bilan bo'ladigan muomalada bandalarning haqqini ado qilgan bo'lsa, bu kishi solih deyiladi. Endi solih bo'lishning eng asosiy alomatlaridan biri tahajjud o'qish. O'sha tahajjud o'qiyotgan odam, qiyomul laylda turgan odam g'oliban shu Allohning haqqini, odamlarning haqqini ado qilayotgan odam bo'ladi. O'zingizda solihmisiz, yo'qmi? Birov baho berishini kutmang. O'zingizga o'zingiz baho bering. Qay darajada kechasi namoz o'qiyapsiz va hokazo qiyomul laylni qay darajada ado qilyapsiz? O'shanga qarab, ya'ni fa innahu da'bus solihin qablakum, sizlardan oldingi solihlarning ham odati o'zi qiyomul layl bo'lgan.
Endi solih bo'lishda foydasi nima? Foydasi ko'p, lekin 3 ta foydasini zikr qilaman. Birinchi foydasi, agar solih kishilardan bo'lsangiz, endi sabablardan bittasi shu qiyomul layl dedik, solih bo'lishning sabablaridan biri. Solih kishilardan bo'lsangiz, dunyoda qancha namozxon bo'lsa, hammasini duosidan sizga nasiba yetadi. Bunga dalil nima? Shu tashahhud haqidagi hadis. Imom Buxoriy rivoyat qiladi. Biz namozda assalomu alalloh, assalomu ala fulan, Allohga salom bo'lsin, falonchiga salom bo'lsin derdik. Bir kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizga Allah salom zotdir. Fa iza qa'ada ahadukum fis salah, ya'ni Allohga salom bo'lsin deyilmaydi. Yani Alloh o'zi salom zot. Sizlardan kim namozda o'tirsa, falyaqul attahiyatu lillah, attahiyatni aytsin. Yani Allohga attahiyatu lillah deb aytiladi, lekin assalomu lillah deb aytilmaydi. Attahiyatlar bo'lsin deb shu attahiyatni o'rgatadi. Keyin shuni attahiyatni davomida nima deb keladi? Assalomu alayna va ala ibadillahi solihin. Bizga va solih Allohning solih bandalariga salom bo'lsin deyiladi. Demak, har namozxon attahiyat o'qiydi, shunday? Va har namozida solih bandalarga Allohning salomini, salomatligini tilaydi. Qarang, fa iza qalaha, banda shuni aytsa, attahiyatda o'tirganda, namozda o'tirganda shu attahiyatni aytsa, asaba kulli abdin lillahi fis samai val ardi solih. Osmon va yerdagi Allohning solih bandalariga shu duodan nasiba yetadi. Allohning salomatligi, o'sha salomatligi bo'lsin deyilyaptimi? Yer yuzida, qarang, yer yuzida 24 soat to'xtamasdan Allohga ibodat qilib, shu tashahhudda salovat aytadiganlar bormi? Ularning orasida duosi ijobat bo'ladiganlar bor. O'shalarning duosi albatta yetadi solih kishi bo'lsangiz. O'shalarning, ya'ni o'zingiz, ya'ni ayolingizga kelmagan holatda birovlarning duosidan sizga nasiba yetib turadi. Siz nomma-nom, sizni tanimasa ham, boshqa qilmasa ham, Allohning oldida solih bo'lsangiz, solihlarga Allohning salomini so'rab tahiyatda namoz o'qigan har bitta kishining duosidan sizga nasiba bo'ladi. Alloh aytadi, yer yuzidagi namozxonlarning ichida Allohga yaqin bo'lgan, Allohning duosini rad qilmaydigan bandalar bor. Allohning salomidan sizga yetsa, har qanday yaxshilikka erishasiz. Bu bitta foydasi. Ikkinchi foydasi, qiyomul layl insonni solih bo'lishi, qiyomul layl solih bo'lishiga sabab bo'lsa, solih bo'lishi esa nimaga sabab bo'ladi? Zurriyotimizni isloh qilishimizga asosiy omillardan bittasi nima? Shu qiyomul layl, tahajjud o'qishimiz. Kahf surasida va kana abuhuma solihan deyildi. Alloh taolo shu ikkita yetimni molini shu ikkita payg'ambar orqali saqlab qo'ydi. Nima uchun? Sababi nima desa, ularning otalari solih edi. Ba'zi tafsirlarda 7-otasi deyilgan. Ya'ni otasini, ya'ni 7-bobosi solih bo'lishligi hatto 7 pushtiga ta'sir o'tyapti. Shu solih bo'lgani uchun Alloh taolo bularning nimasini saqlab qo'yapti, molini saqlab qo'yapti. Umar ibn Abdul Aziz aytgan ekan: "Ma min mu'minin yamut", har qanday bir mu'min vafot etsa, illa hafizallohu fi aqibihi va aqibi. Alloh taolo uning zurriyatini tashab qo'ymaydi. Albatta Allohning hifzi himoyasida bo'ladi degan. Albatta bu yerda haqiqiy o'sha mu'min nazarda tutilyapti. Yani nomda mu'min bo'lib, amalida fosiq bo'lib yurgan odam nazarda tutilmayapti. Ibn al-Munkadir aytadi: "Innalloha la yahfazu bir-rajuli s-solihi fi waladihi va waladi waladihi wad-duwayrat allati hawlahu" deydi. Alloh taolo bitta solih kishini deb uni farzandlarini va uyini atrofidagi qo'ni-qo'shnilarni saqlaydi degan. Shu bitta solih kishini deb, demak uni farzandlari, nevaralari va atrofdagi qo'shnilarni ham Alloh taolo saqlaydi degan. Said ibn Musayyab o'g'liga qarata aytarkanki: "La azidanna fi solati min ajlik, raja'an uhfaza fik." Ya'ni men namozimni shu sen uchun ko'paytiryapman. Qaysi ma'noda? Namoz Alloh uchun o'qiladi. Lekin shu namoz o'qilishda nima foydalardan biri, shu ko'pchiligimiz shu bolalarimizni o'qitamiz deb yuribmiz, chetga chiqyapmiz, boshqa qilyapmiz, madrasaga beryapmiz, hujraga beryapmiz va hokazo. Lekin ertalabgacha uxlayotamiz, bomdodga uxlab qolamiz va hokazo. Tahajjud o'qishimiz, qiyomul laylni o'qishimiz o'zi sabab, katta sabablarning bittasi bolalarimizni solih bo'lib tarbiya qilishda. Ibn Mas'uddan, adashmasam Ibn Mas'uddan, shu Said ibn Musayyabga o'xshash nima? Kechalari namoz o'qib to'xtatmoqchi bo'lsa, shu beshikda yotgan bolasiga qararkanda, shu uchun yana namozimni cho'zaman deb yana cho'zar ekan. Ya'ni shu bolalarim mendan keyin solih bo'lsin, Alloh taolo dinda asrasin degan maqsadda namozni ko'paytirar ekan, shu yotgan chaqaloqni ko'rib yana qaytadan namozini uzunroq ko'proq o'qirkan deydi. Bu ikkinchi foydasi bo'lsa, solih bo'lishdi. Yana foydalardan biri, Alloh subhanahu va taolo bo'lib ham talib ilm bo'lsa, ahli ilm bo'lsa, shularga tegishli foyda, solih kishi bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uni berayotgan javoblaridagi, ya'ni to'g'ri javob berishiga muvaffaq qiladi. Ya'ni solih kishi ko'proq muvaffaq bo'ladi to'g'ri javob berishga. Imom Ahmad ibn Hanbaldan so'rashadi: "Man nas'alul ilma ba'dak?" Sizdan keyin kimdan ilm olaylik, kimdan so'raylik, bir ilmiy masalalar chiqib qolsa kimdan so'raylik deydi. Shunda Imom Ahmad aytadiki, Abdul Vahhab al-Varroqdan borib so'raylar deydi. Yondagilar aytadi, u ilm bilan tanilmagan-ku deydi. Shunda Imom Ahmad aytadiki, innahu rajulun solih misluhu yuwaffaqu lis-sawab deydi. U solih kishilar g'oliban haq so'zni aytishga, to'g'ri so'zni aytishga muvaffaq bo'ladi deydi. Ya'ni qancha solih bo'lsa inson, shuncha
haq so'zni aytishga muvaffaq bo'ladi. Shuning uchun ulamolar, masalan, omma kishi o'zi Qur'on sunnatdan bir hukm ololmagan bo'lgandan keyin nima qiladi? Vazifasi ahli ilmlardan so'raydi. Xo'p, ahli ilmlar ikki xil fatvo bersa, bir olim bo'ladi deyapti, bir olim bo'lmaydi deyapti. Shunda qaysi birini oladi? Haqiqatda ko'p uchraydigan savol. Qaysi birini oladi deganda, shu yerda bu ajrata olmaydi. Uni dalillarini qarasa, bunda kuchlidek ko'rinadi, buni dalillarini eshitsa, bu ham kuchlidek ko'rinadi. Xo'p, kimni so'zini oladi deganda, ba'zi ulamolar taqvodorroq bo'lganini so'zini oladi degan. Modomiki ikkalasi ham bitta hozir fatvo berishga ahli bo'lsa, ammo boshdan bosh fatvo berishga ahli bo'lmasa-ku, o'zi unga qaralmaydi. Lekin ikkala ahli ilm ham masalan fatvo berishga haqli bo'lgan ahli ilmlar, lekin biri bo'ladi, biri bo'lmaydi deb fatvo bersa, xo'p, ammo odam nima qiladi? Ajrata olmasa desa, shu yerda ba'zi ulamolar solihroq, taqvodorroq deb bilganini so'zini olsin deydi. Nimaga desa, chunki g'oliban to'g'ri gap aytishga muvaffaq qiladi Alloh taolo. Ya'ni solih kishini xuddi Imom Ahmad aytganlaridek, shundan so'raylar. Innahu rajulun solih misluhu yuwaffaqu lis-sawab deganlar. Unga o'xshashlarni Alloh taolo g'oliban to'g'rilikka nima? Bu degani doim haq shu tomonda degani emas, lekin Alloh taolo ko'pincha haqni o'shalarga nasib qiladi degani vallohu alam. Keyingi qiyomul laylning foydalaridan biri, qiyomul layl insonni Alloh taologa shukr qiluvchilar darajasiga ko'taradi. Ya'ni shukr, Allohning ne'matlariga shukr qiluvchi bo'laman desangiz, tahajjudni kanda qilmang. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam haqlarida kana yaqum minal layl hatta tatafattara qadamah. Shu darajada qiyomul layl o'qirdilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam oyoqlari ishib ketardilar. Shunda Oysha onamiz, "Ya Rasululloh, Alloh taolo sizni o'tgan va keyingi gunohlaringizni kechgan bo'lsa, nega bu darajada o'zingizni qiynaysiz?" deganda, "Afala uhibbu an akuna abdan shakura." Alloh taologa ko'p shukr qiluvchi banda bo'lmaymanmi degan. Demak, shukr qiluvchi banda bo'lish uchun inson nima qilish kerak? Tahajjud o'qish kerak bo'ladi. Erta-yu kech kelib turgan yaxshiliklar, Allohning bergan ne'matlar, va ma bikum min ni'matin fa minalloh. Endi shuni shukronasiga 2 rakat turib, 4 rakat turib namoz o'qishdan inson naqadar ojiz bo'lsa, gohida arzimagan narsa uchun soatlab kerak bo'lsa, tekin narsa tarqatyapti desa soatlab nimada turamiz? Navbatda turamiz. Xo'p, Alloh so'rasang beraman degan tunda turib, shu hech bo'lmasa shu bergan iymon ne'mati, islom ne'mati va hokazo sog'lik ne'matiga shukr qilib inson turib o'qimaydimi? Demak, shukr qiluvchi bo'lish uchun inson nima qilish kerak? Tahajjud namoz o'qish kerak bo'ladi. Endi shukr qiluvchi bo'lgan yoki shukr qiluvchilardan bo'lishning foydasi nima? Wala in shakartum la azidannakum. Alloh taolo yana ham ziyoda qiladi. Qancha shukr qilsangiz, Alloh taolo sizga ne'matlarni shuncha ziyoda qiladi. 15-foydasi qiyomul layl yoki tahajjud namozi insonni ko'p ajrlarga ega bo'lishiga sabab bo'ladigan ibodatlardan. Ya'ni ozi insonni g'ofil bo'lishdan, ya'ni g'ofil degan nomdan, ya'ni g'ofillardan bo'lib qolishligidan qutqaradi ozi. O'rtacha o'qisangiz, bu qonatlardan bo'lishingizga sabab bo'ladi. Endi ko'p o'qiydigan bo'lsangiz yoki uzoq o'qiydigan bo'lsangiz, tog'dek ajrlarga ega bo'lishga sabab bo'ladi. Unga dalil Abdulloh ibn Amr ibn al-As rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man qama bi 10 oyat lam yuktab min al-ghafilin." Kim 10 oyat o'qib qiyomda tursa, 10 oyat o'qisa, g'ofillardan deb yozilmaydi. 100 oyat o'qib qiyomda tursa, kutiba min al-qanitin, qonitlardan, ya'ni Alloh taologa ko'p ibodat qiluvchilardan deb yoziladi. Va man qama bi 1000 ayatin, kim 1000 oyat o'qisa qiyomda, qiyomul laylda, tahajjudda, kutiba min al-muqantarin, ularga qintor ajrlar, ya'ni tog'dek ajrlar beriladi deyilgan. Imom Abu Dovud rivoyat qilgan sunanlarda Shayx Alboniy sahih degan. Qarang. Demak, 10 oyat o'qsa, shu g'ofillardan sanalmas ekansiz. Shu 10 oyat deganda nima kiradi? Masalan, Qul a'udhu bi robbil falaq bilan Qul a'udhu bi robbin nas o'qisangiz 2 rakat tahajjud o'qib, yo xuftondan keyin, yo bomdoddan oldin turib 2 rakat o'qib, shu hech bo'lmasa Qul a'udhu bi robbil falaq, Qul a'udhu bi robbin nas, bir 5 oyat, bir 6 oyat. Mana shu ikkita surani o'qisangiz, bo'ldi, g'ofillar, hech bo'lmasa g'ofillardan bo'lmaysiz. Yani ko'p ibodat qilgan odam deb hisoblanmasangiz ham, qonit deb hisoblanmasangiz ham, shu g'ofil degan ismdan qutulasiz. Shu bandam g'aflatda ekan degan narsadan qutulgan bo'lasiz, shu 10 oyat o'qisa deyilyapti. Albatta bu 10 oyat nimadan tashqari deyishgan? Fotihadan tashqari deyishgan. Ya'ni Fotiha o'zi 7 oyat. Fotihadan tashqari 10 oyat o'qisa, shu aytganimizdek birinchi rakatda shu Qul a'udhu robbil falaq, Qul a'udhu robbin nas o'qisangiz, masalan 10 oyat bo'ladi. Hech bo'lmasa shu 2 rakat o'qib, shu ikkita surani ham sura qilsangiz, g'ofillardan deb yozilmaydi. Xo'p, man qama bi 100 aya kutiba min al-qanitin. Endi 100 oyat o'qisa, bu qonitlardan, ya'ni ko'p ibodat qiluvchilardan deb kitobat qilinadi. Qarang, 100 oyat taqriban sanasangiz, o'sha Amma surasi, Noziyat surasi, Abasa surasini o'qisangiz, adashmasam 100 oyatdan oshadi. Qo'shsangiz, nimani qo'shing, infitorni nimani qo'sharsiz, takvirni. Xullas, shu
2 rakat o'qiysizmi, 4 rakat o'qiysizmi? Mana shu 2-3 surani o'qisangiz 100 oyat bo'ladi. 100 oyat bo'ladi. Demak, mana bu 100 oyat o'qisangiz qonatlardan deb yoziladi, deyapti. Endi 1000 oyat o'qisa, bu endi tog'dek ajrga ega bo'ladi. Qintor, muqantarin degan shu qintor ajrga ega bo'ladi. Qintor nima deyilganda ulamolar ixtilof qilishgan. Ba'zilar bu o'ta katta miqdordagi oltin desa, ba'zilar bitta ho'kizni o'sha terisi sig'diradigan oltin deganlar bor. Ba'zilar bu 4000 dinorga to'g'ri keladigan mablag' deyishgan. Nima bo'lganda ham bu katta miqdordagi ajr degani. Ya'ni tog'dek ajrga ega bo'lasiz agar 1000 oya 1000 oyat o'qisangiz deydi. 1000 oyat qo'rqib ketmang. 1000 oyat degani bo'ldi kechasini uxlamaslik kerak ekan deb. Taborak surasidan Ibn Hajar aytgan Nas surasigacha shu 2 parani o'qisangiz 1000 oyat degan. Taqriban shu Taborak surasidan oxirigacha o'qisangiz 1000 oyat deyilgan. Shuni endi masalan agar o'rtacha o'qiydigan bo'lsangiz, o'sha ana bir parani o'qishga yarim soat ketadi desak, yoki 20 daqiqa, 25 daqiqa ketadi desangiz, shu ruku sajdalar bilan yana 1 soatda, 1,5 soatda o'qisangiz bo'ladi. 2 parani masalan. Uni endi sal tezroq o'qisangiz endi. Demoqchi bo'lganim, ya'ni shu kutiba minal muqantarin, ya'ni tog'dek ajr oladiganlar qatorida yoziladi deyilgan. Ibn Majah sunanlarida keltiradi. Alloh alam buni sanadini, lekin ma'no jihatdan to'g'ri. Sulaymon alayhissalomning onalari aytgan ekan: "Ya bunay, la tukthirun nawma bil-layli", kechasi ko'p uxlama. Fa inna kathratan nawmi bil-layli tatruku ar-rajula faqiran yawm al-qiyamah. Kechasi ko'p uxlash insonni qiyomatda faqir qilib qo'yadi degan. Dunyoda faqir deb moli yo'qga aytilsa, qiyomatda faqir deb o'sha amali yo'qlarga aytiladi. Hech qanaqa amalsiz mahrum bo'lib borganlarga aytiladi. Ya'ni qarang, dunyoda o'sha ishlab o'qib, pul topayotganlarni ko'rib, dunyosi oshayotganlarni ko'rib, gohida asarini ko'rasiz. Falonchi borgan sari dunyosi ko'payyapti, shu Alloh tijoratiga baraka berib, va hokazo masalan boyib ketayotganini ko'rishingiz mumkin, mansabi ko'tarilib ketayotganini ko'rishingiz mumkindir. Demak, men ham harakat qilsam bo'lar ekan deb harakat qilarsiz, boshqa qilarsiz masalan. Kech bo'lmasligi mumkin, harakat qilishingiz mumkindir. Lekin oxiratda, ammo dunyoda kechalari namoz o'qib, Alloh taolaga 2 rakatmi, 4 rakatmi, ya'ni Alloh qodir qilgancha namoz o'qiyotganlar bilan namoz o'qimayotganlar va bular erishgan ajr, bular mahrum bo'lgan ajr dunyoda zohir bo'lmaydi, lekin qiyomatda zohir bo'ladi. Qiyomatda ularni oliy darajalarga erishganini ko'rib attan qiladi, lekin orqaga qaytish yo'q endi. Qaynidi shu bir kecha bo'lsa-yu, men ham o'qib olsam, men ham nima qilsam deydigan narsa orqaga qaytish bo'lmaydi endi. Bu esa g'aybga iymon keltirish qancha kuchligiga qarab inson nima qiladi? G'aybga bo'lgan iymoni qancha kuchli bo'lsa, shuncha bu narsani ko'ra oladi, ko'z oldiga keltira oladi. 16-fazilati tahajjud o'qiyotgan kishi 2 rakat bo'lsa ham tahajjud o'qisa, Alloh taoloni zikr qiluvchilar qatoriga qo'shiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Idza ayqada ar-rajulu ahlihi min al-layli fa sallaya aw salla rak'atayn jami'an kutiba fi az-zakirina waz-zakirat." Agar kishi kechasi ahlini uyg'otib, ikkovlari birga namoz o'qisalar, aw salla rak'atayn jami'an yoki 2 rakat namoz o'qisalar, kutiba fi az-zakirina waz-zakirat, Allohni zikr qiluvchi erkaklar va zikr qiluvchi ayollar qatorida yoziladi deyilgan. Endi Allohni zikr qiluvchi, ko'p zikr qiluvchi kishilarga berilgan va'dasi nima? "Zakirinalloha kaseeran va zakirat a'adallohu lahum maghfiratan va ajran azima." Allohni ko'p zikr qiluvchi erkaklar va ko'p zikr qiluvchi ayollarga Alloh taolo o'z mag'firatini va buyuk ajrlarni hozirlab qo'ygan deyilgan. 17-fazilati qiyomul layl sohibi Allohga yaqin bo'ladi. Allohning eng yaqin bandalaridan hisoblanadi. Bunga Amr ibn Abasa rivoyat qilgan hadisni keltirishimiz mumkin. Aqrabu ma yakunu robbu min al-abdi fi jawfi al-layl al-akhir. Robb taolo bandaga eng yaqin bo'ladigan payt tunning oxirgi qismi deyilgan. Agar o'sha paytda Allohni zikr qiluvchilardan bo'lishga qodir bo'lsang, shulardan bo'lgan deganlar Nabiy sallallohu alayhi vasallam Imom Tirmiziy rivoyat qilib, hadisni hasanun sahih degan. Hasan Basriydan ham so'rashgan ekan: "Ey Abu Said, banda Allohga yaqin bo'ladigan eng afzal amal qaysi amal?" deganda, bandani kechasi namozga turganidan ko'ra Allohga yaqinlashtiradigan boshqa amalni bilmayman. Ya'ni tungi namozdan boshqa insonni bandaga Alloh taolaga yaqinlashtiradigan kishini bilmayman deydi. Imom Ahmad Zuhd kitobida keltiradi. Hasan al-Basriy aytgan ekanlarki: "Idza nama al-abdu sajidan", agar inson sajda qilgan holatda tunni o'tkazsa, o'sha namani bilmadim endi aynan uxlasa deb tushunamizmi, uxlab qolsa deb tushunamizmi zohir, yoki shu kechani o'tkazsa, sajda qilgan holatda o'tkazsa deb tushunamizmi? 2 xil ehtimol bor. Bahallohu bihil malaika. Alloh taolo farishtalarga maqtanar ekan. Aytar ekanki: "Unzuru ila abdi ya'buduni va ruhuhu indi va huwa sajid." Bandamga qaranglar, sajda qilib menga ibodat qilyapti, ruhi esa mening huzurimda. U o'zi sajdada, ruhi esa mening huzurimda deydi. Mana shu Hasan al-Basriydan agar sahih bo'lsa, Zuhd kitobida keltirgan bitta savolga javob bo'ladi. Shu bilan darsimizni tugatamiz, keyin qolganini keyingi darsga qoldiramiz. Qarang, banda Allohga eng yaqin bo'lgan payt sajda holatda deyilgani,
hadisda sajda holatda. Bitta hozir o'sha qiyomul laylda deyilyapti. Ya'ni alohida hadisda banda Robbisiga eng yaqin bo'lgan payt sajda qilgan holati deyilgan. Odatda ahli kalomlar shitda nima qiladi, bir shubha uyg'otadi. Sajda qilgan paytda inson qaytaga tika turgandagi holatdan pastda bo'ladi, shunday. Xo'p, Alloh taolo hissiy ma'noda, ya'ni haqiqiy ma'noda yuqorida bo'lsa, qanday qilib endi inson tika turgan holatda Allohga yaqinroq bo'lish kerak emasmi? Qanday qilib sajda qilgan holatda yaqinroq bo'ladi? Tushunarlimi? Ya'ni agar haqiqiy ma'noda, demak u majoziy ma'nodaki inson sajda qilgan paytda yaqin bo'ladi. Demak Alloh taolo bilan bandani orasidagi narsa bu hissiy masofa emas, bu ma'naviy ma'noda deb nima qilmoqchi bo'ladi? Ta'bir qilmoqchi bo'ladi. Shayxul Islom rahimahulloh aytgan, yo'q, bu haqiqiy ma'no degan. Banda shu sajda holatda haqiqiy ma'noda Allohga yaqin bo'ladi. Endi buni qanday tafsir qilamiz? O'zi tika turgandan ham ko'ra pastroqda-ku desa, mana bu asardan ruhuhu indi deyapti. Chunki sajda qilgan paytda inson ruhi tepada bo'ladi. Ya'ni tanasi pastda bo'lgan bilan ruhi haqiqiy ma'noda Allohga yaqin bo'ladi. Mana shu asar shuni quvvatlaydi. Unzuru ila abdi ya'buduni wa ruhuhu indi, nima? Va ruhuhu indi va huwa sajid deyapti. Sajda qilgan payt, sajda qilgan holatda menga ibodat qilyapti, ruhi esa meni huzurimda. Demak, haqiqiy ma'noda insonning ruhi Allohga yaqin bo'ladi sajda qilgan paytda. Allohu a'lam. Shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.